talabamizni onasiga taklifnoma qilib berganda Henjon Aha. Sanimimiz bugunda vizalari chiqibdi. Rosa xursand bo'lib ketdi. O'qitdi. O'zimni Bomba qarindoshlarimga yangilik. chiqqan deb bomba yangilik. Kimdir, lekin men buni bildim, yaxshilab bildim. 4 yillik universitetlarga o'qishga kirganlar uchun ota-onalarini chaqirishga yengillik berishadi. Imkoniyat bor. Imkoniyatlar ko'proq. Kollejdan ko'ra 4 yillik. O'shaning uchun shu 4 yillik universitetlarga kirishini xohlardim men talabalarni. Albatta 4 yillik universitetga kirsanglar, kollejlar ham borku, hozir kapital. Bundan afzallik tarafi ota-ona chaqirishda imkoniyat bor va bundan tashqari agar yosh bo'ladigan bo'lsa, 4 yillik o'qib olsa yoshligida, keyin magistrga o'tadi-ku yog'iga. Magistrga o'tgandan keyin uylansa, ayolni ham bemalol taklif qilishi mumkin. Bu degani imkoniyat juda ham ko'p bo'ladi. Shuning uchun vaqtni bekorga ketkazib, kollejlarda yurib, kollejdan Devonga o'tib, Devondan ish topa olmay, yana o'qishga harakat qilaman deb o'qishiga ham kira olmay ketayotganlar ham, yo nelegal qolayotganlar ham bor. O'shaning uchun iloji boricha mana yangi kelganlar ko'pincha yoshlar e'tibor beringlar. 4 yillik universitetlarga darsi 2 kun bo'ladimi, 3 kun bo'ladimi, o'shani ushlanglar. O'shani ushlanglar. Men eng yaxshi ko'rganim o'zi o'qimishli, Koreyada hamma o'qimishlarni yaxshi ko'radi. Vizalaringizni cho'zdirganingizda ham hech qanaqa muammosiz zo'r cho'zib beradi. Shuning uchun zo'r o'qimishli bo'linglar. Va albatta bunda Uz International kompaniyasi yordam beradi. Agar kimda kim 4 yillik universitetda ota-onasini chaqirmoqchi bo'lsa, mana Navxun Henjonsa o'z maslahatlarini tavsiya qiladilar. Rahmat.